ulamolar inson hayotida o'lchovi bo'lmish tug'ilgan kunni nishonlash mumkinligini ta'kidlaydilar. Zero payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham dushanba kuni ro'za tutganlar va aynan sahobalar tomonidan nima sababdan aynan dushanba kuni ro'za tutishlarini sababini so'ralganida ular quyidagicha javob berganlar. Ya'ni men dushanba kuni tug'ildim va aynan shu kuni Qur'on birinchi marta nozil bo'ldi deya javob bergan ekanlar. Va bundan xulosa qilishimiz mumkinki, aynan inson o'z tug'ilgan kunini, o'zi uchun muhim bo'lgan sanalarni e'tirof etishi, aynan shu kunni shukrini keltirish ulamolarimiz tomonidan ijobiy baholanadi. Bayramlarni nishonlashni ham ijobiy deb baholaydilar. Umuman bayramlar haqida gapirilganda, demak biz ularni turlarga ajratib olishimiz lozim. Bayramlarga diniy bayramlarni va rasmiy bayramlarni keltirishimiz mumkin. Aynan bu sanalarni nishonlash davlatimiz tomonidan xalqimizni yana bir bora shu kunni eslash, shu kunni shukuhini butun bir jamiyatda e'tirof etishni nazarda tutadi.